Energiya tejash inson omiliga juda ham muhim. Chunki har bir davlatda, har bir mamlakatda dunyo sahnasida tutgan o'rni uni energetik mustaqilligi bilan belgilanadi. Yoshroq bundan bir 20 yil, 30 yillar avval qo'ni-qo'shnimni sal rozetkasi buzilib qolsa yoki dazmoli buzilib qolsa to'g'rilab berardim-da. Natijada ular menga bir haligi sehrgarga qaragandek qarashardi. Bu qanday qilib ayol kishi bizni dazmolimizni to'g'rilab berdi yoki elektroplitamizni to'g'rilab berdi deb. Onam vafotlaridan oldin o'zini uyidagi ma'lum bir haligi gilam, xolodilnikka o'xshagan jihozlarni farzandlarga biz 4 kishimiz taqsimlayotib, opa-singillarimga, ukamga hammasini taqsimlatdi. Menga hech narsa aytishmadi. Shunda katta opamiz, Anoraxonchi, u ham sizni qizingiz-ku deganda, qizim baxtini, saodatni ilmidan topish kerak, ilmi bo'yicha sohasida ketish kerak. Shu soha bo'yicha demak oldiga qo'ygan hamma ishni amalga oshirish kerak degan gapni aytgandi haqiqatan ham. Shu rasmlarning oldiga borib, ichimdan aytdim, aya vasiyatlaringizni amalga oshirdim deb. Hamma hali uyquga yotgandan keyin kechasi bilan o'tirib, jimlikda, tinchlikda o'qir edim, o'rganar edim, chizmalarni chizar edim. Keyin men ustimdan kulishar edi. Ha, endi buncha o'qiyapsiz, professor bo'lasizmi deb. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, hurmatli muxlis. Bugun biz World Picture jamoasi ustozlar markazida ko'rsatuvimizning ikkinchi qismi. Bizning mehmonimiz texnika fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi ustozimiz Qosimaxonova Anora xonim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Siz uchun kattakon rahmat. Bizni shu kichkinagina iltimosimizga yo'q demasdan, qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun kattakon tashakkur aylaymiz ustoz. Men ham minnatdorchilik bildiraman taklif etganinglar uchun. Menimcha bu suhbat kimlargadir foydali bo'lishi mumkin. Albatta. Ustoz, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, yoshlik paytlaringiz haqida. Men o'zi demak ijtimoiy kelib chiqishim oddiy xizmatchi oilasidan. Demak onam o'qituvchi bo'lganlar, dadamiz demak xizmatchi bo'lishgan. 1954-yili O'sh viloyatining Qirg'iziston Respublikasining Qorasuv shahrida tug'ilganman. O'rta maktabni 1970-yili bitirgandan keyin Farg'ona Politexnika institutiga kelib, bu yerda ongli ravishda tasodifan emas yoki konkurs kamligi uchun emas, shu energetika fakultetiga topshirganman. Energetika fakultetini 1975-yili bitirib, imtiyozli diplom bilan keyin o'sha paytda biz institutimiz rektori bo'lgan professor, geologiya, mineralogiya fanlari doktori Saydaliyeva Mahfuza Sultonovnani va taqsimot komissiyasining qaroriga ko'ra institutda o'qituvchi sifatida qoldirilganman va o'sha yilning o'zidayoq ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish uchun, shuni ustida ishlash uchun Toshkentdagi hisoblash markaziga ega bo'lgan kibernetika institutiga 1 yilga stajirovkaga jo'natilganman. Undan keyin demak Leningrad shahridagi Butun ittifoq tok manbalari ilmiy tadqiqot institutiga aspiranturaga o'qishga kirib, o'sha yerda aspiranturani bitirgach, demak 27 yoshimda texnika fanlari doktori ilmiy darajasini olganman. Keyin qaytib kelib, yana shu institutda o'zimni mehnat faoliyatimni davom ettirdim. Assistent, katta o'qituvchi, dotsent lavozimlarida ishladim. Ma'lum bir paytlar demak bo'lim boshlig'i, kafedra mudiri, undan keyin demak dekan vazifasini bajaruvchi vazifalarida ishladim va 2003-yili doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganimdan keyin ma'lum bir muddat energetika fakultetida dekan lavozimida ishlab, keyin albatta rahbarlik lavozimlarini yoshlarga ham berish uchun kafedra professori lavozimiga o'tib ketdim 2010-yili va hozirgacha shu lavozimda ishlab kelyapman. Rahmat ustoz. Ustoz, endi bizda talabalar tomonidan yo'naltirilgan savollar bor. Xo'p, siz bir ikkita savollarimiz bor. Mayli, endi talabalarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, biz albatta javob beramiz. Chunki ularni har xil nuqtai nazardan qiziqtirishi mumkin. Kimgadir shu bizning yo'llar qiziqarli bo'lishi mumkin, kimgadir esa bu har holda men o'ylaymanki, hayotim mazmunli va muvaffaqiyatli, shu muvaffaqiyatlarning siri nimadaligini bilgisi keladi. Albatta, albatta. Xo'p, bizda birinchi savol, siz tavsiya qilgan qo'shimcha adabiyotlar bormi? Bo'lsa aytib bering. O'qish jarayoni uchun men tavsiya qilayotgan adabiyotlar, shuni
sal-pal kengaytirib javob berishimga ruxsat bering. Bemalol. Biz yoshligimizda ilmiy tadqiqot ishlarimizga taalluqli bo'lgan adabiyotlarni topib, o'qib, o'rganish uchun katta markaziy shaharlarga xizmat safarlariga borib, u yerlarda hattoki mehmonxonalarda joy topa olmasdan sarson sargardonchilikda kutubxonalarda kechada ertalabdan kechgacha o'tirib, demak, masalan Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg kabi shaharlarda o'sha ilmiy tadqiqotchilar mo'ljallangan kutubxonalarda o'tirib, o'sha yerlarda qiynalib ishlarni bajarardik. Lekin hozir deyarli shu ilmga fangagina emas, har sohada qiziquvchilar uchun adabiyotlar shunday nima deydi, tovoqqa solinib, internet degan nima bilan keltirib berilgan. Ana shuning uchun har qaysi sohada, har qaysi yo'nalishda, har bir qiziqish nimasi bo'yicha internetdan kerakli adabiyotlar topish mumkin. Jumladan, masalan, energetika fakultetining studentlari uchun har bir yo'nalish bo'yicha o'qilayotgan adabiyotlar topish mumkin. To'g'ri, o'zbek tilida kamroq, lekin hozir sizlar bilasizlar, siyosat, xorijiy tillarni o'rganishga katta e'tibor berish talab qilinmoqda. Buni ham tagida juda katta albatta sirli kalit yotibdi, chunki xorijiy tillarni bilgan odam xorijiy yutuqlardan, xorijiy adabiyotlardan, xorijiy manbalardan foydalanib juda ko'p narsani o'rganishi mumkin. Shuning uchun bitta ikkita adabiyotda aytgan bilan ish bitmaydi. Mana shu internetda faqat o'yin, kino yoki bir qandaydir ko'ngilochar nimalarni, programmalarni ko'rmasdan ilmiy adabiyotlarni topish mumkin. Qancha izlasalar ham topalasizlar, o'zingizga kerakli adabiyot topalasizlar deyaptilar ustoz. Xuddi shunday deyapman-da. Chunki mana ko'pincha ma'ruza matnga ham qaramagan talabalarimiz ham uchraydi, afsus. Lekin o'qimasa, o'rganmasa, u yaxshi mutaxassis bo'lmaydi. Diplom qo'lida bo'lsa ham. Albatta. Javob uchun rahmat ustoz. Bizda keyingi savol. Ustoz, sizning fikringizcha energiya tejash inson omiliga qanchalik muhim? Qani dokumentlaringizni oling dedim. Domla bering dokumentlarni qo'liga dedim. Endi dedim marsh dedim. Xohlagan maktabga borib kirasiz, lekin o'sha yerda ham o'qish yomon bo'ladigan bo'lsa, men sizni uyga kirgizmayman dedim. Energiya tejash inson omiliga juda ham muhim. Chunki har bir davlatda, har bir mamlakatda dunyo sahnasida tutgan o'rni uni energetik mustaqilligi bilan belgilanadi. Agar mamlakat o'zini energiyasini o'zi ta'minlay olsa, energiya jihatidan birovga qaram bo'lmasa, u mamlakat demak boshqalarga o'zini shartlarini qo'ya oladi. Tobe bo'lmaydi. Ana shuning uchun energiyani, energetika sohasini men o'zim aytamanki, bu kasblarning o'g'il bolasi. Albatta. Buni eplagan odam ishlaydi. Sababi har qaysi mana qarang sohada inson o'zini chiqarayotgan mahsulotini ko'rishi mumkin. Masalan, aytaylik, quruvchi o'zini g'ishini, betonini, sementini ko'radi. Tikuvchi o'zini gazmolini, uni rangini, sifatini baholay oladi va hokazo. Lekin, rahmat, lekin energetik o'zini chiqarayotgan mahsulotni ko'rmaydi. U narsani ishlab chiqarish kerak, taqsimlash kerak, uzatish kerak, yana me'yorida saqlab turish kerak. Buni ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshita olmasa yoki bir hididan ajrata olmasa, uni faqat bilim bilan boshqara oladi. Bilim bilan. Ana shuning uchun energetika sohasida shu elektr energiyani o'zingiz yaxshi bilasiz, qarindosh urug'i yo'q, tanish bilishi yo'q. Faqat bilim bilan, idrok bilan, aql bilan shu sohani yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. Yaxshi energetik bo'ladigan bo'lsa, u odamlarning ichida obro'ga, martabaga ega bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol, men endi hozir bu bilan shug'ullanmay qo'ydim. Yoshroq, bundan bir 20 yil, 30 yillar avval qo'ni-qo'shnimni sal rozetkasi buzilib qolsa yoki dazmoli buzilib qolsa to'g'rilab berardim-da. Natijada ular menga bir haligi sehrgarga qaragandek qarashardi. Bu qanday qilib ayol kishi bizni dazmolimizni to'g'rilab berdi yoki elektroplitamizni to'g'rilab berdi deb. Yoki lampamizni mana nima bu oddiy kontaktda bo'ladigan holatlarda. Asosan o'sha payt SSR payti bo'lgan voqealar. Yo'q, SSRdan keyin ham 90-yillarda boshlarida ham bunaqa ishlarni qilar edim. Endi hozir mana yoshlar bor, nimalar bor, shuning uchun ortiqcha. Qiz bola, ayol kishi bunaqa ish bilan shug'ullangan, ko'rishmagan-da. Ular uchun bu nima bu tuyulardi. Javob uchun kattakon rahmat ustoz. Bizda keyingi savol.
Assalomu alaykum ustoz. Biz talabalar shuni eshitdikki, siz O'zbekiston Respublikasi ikkinchi prezidenti, ya'ni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan ko'rishgan ekansiz. Shu uchrashuv qanday hissiyotlar bilan bo'lib o'tdi? Shu haqida gapirib bersangiz. Xo'p, muhtaram prezidentimiz bilan bo'lgan uchrashuv, men to'g'risini aytaman, birinchidan kutilmaganda bo'ldi. Ikkinchidan, bevosita menga faxriy unvon topshirayotgan paytlarda ham sokinlik, osudalik, osoyishtalik bilan o'tdi. Chunki shunday bo'ldiki, menga 18 yil nimada demak, 2017-yil soat 6-mart kuni kechqurun soat 10larda telefon qilishib, shunaqa men ertalab poyezdga chiqishim kerakligini va Toshkentga xizmat safariga borishim kerakligini viloyat hokimiyatidan e'lon qilishdi. Men dabdurustdan bo'lgan bu taklifga albatta kechqurun tayyorgarlik ko'rib, boshqa qilib ertalab poyezdga yetib bordim. Men qatori bir 30 tacha viloyatdan ayol ketayotgan edik. U bayram tadbiri ekan. Keyin shunda menga aytishdiki, demak, borganimizdan keyin viloyatimizdan 2 kishiga davlat mukofoti borligini aytdi. Menga demak faxriy unvon va yana bir aktrisamizga Shuhrat ordeni borligini aytishdi-da. Bordik, endi ma'lum bir tartibda ozgina tayyorgarliklar ko'rildi, boshqa bo'ldi. Keyin muhtaram prezidentimiz o'sha tadbirda kelib mukofot topshirayotganlarida birinchi bo'lib meni chaqirdilar. E'lon qildi diktor, keyin men borib, demak, qo'llaridan faxriy unvonni o'zlari O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi degan faxriy unvon bilan tabriklar ekan. Ko'p yillik mehnatlaringiz samarasi uchun tabriklaymiz, charchamang, bundan keyin ham yaxshi faoliyat ko'rsatishingizga ishonamiz degan gaplarni aytdi. Men albatta minnatdorchilik bilan qabul qildim va undan keyingi ishlarim shu unvonga munosib bo'lishi uchun demak faolligim ko'tarildi-da. Ungacha qandaydir darajada nima desam ekan, ozgina bo'lsa ham beparvoligim bor bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Chunki undan keyin to'xtab bu unvonga yarasha ish qilish kerak degandek, demak, ko'proq shogirdlar bilan ishlab, ko'proq ilmiy tadqiqot ishi bilan ishlab, ilmiy maqolalar yoki bo'lmasam shunga o'xshash narsalarga e'tibor qaratib, hozir yaxshi muvaffaqiyatlarim bor. O'ziga yarasha mas'uliyati albatta, chunki bu narsa shuncha necha millionlik xalqni ichidan topib shunday mukofotni berishi bu stimul bo'ladi keyingi ishlarni yana ham yaxshiroq qilishga. O'zingiz ham hozirgina aytib o'tdingiz, 30 ta ayol kishi ketgan dedingiz, 30 taning ichidan 2 kishi, ya'ni bu viloyat bo'yicha hech nima, yana 6-mart kuni deyapsiz, kechqurun chaqirilgan 8-martga haqiqiy sovg'a bo'lgan ekanda, kutilmaganda deyapsiz. Shunaqa bo'lgan. Javob uchun kattakon rahmat sizga. Xo'p, keyingi savolimiz, bu savolimizcha nima deydi? Qitmirroqmi? Mayli. Qitmirroq emas, hali yurakni titratadigan savol ekan. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, savolim shundan iboratki, siz onangiz istagandek farzand bo'la oldingizmi? Endi albatta bu yurakni titratish turgan gap. Men nima deb o'ylayman? Onam oldimga qo'ygan topshiriqlarni bajarganim uchun endi juda a'lo darajada bo'lmasa ham, har holda onamning vasiyatlarini bajarganim uchun ko'nglim xotirjam. Shu demak, buning uchun men bir misol keltiraman. Onam vafotlaridan oldin o'zini uyidagi ma'lum bir haligi gilam, xolodilnikka o'xshagan jihozlarni farzandlarga biz 4 kishimiz taqsimlayotib, opa-singillarimga, ukamga hammasini taqsimlatdi. Menga hech narsa aytishmadi. Shunda katta opamiz, Anoraxonchi, u ham sizni qizingiz-ku deganda, qizim baxtini, saodatni ilmidan topish kerak, ilmi bo'yicha sohasida ketish kerak. Shu soha bo'yicha demak oldiga qo'ygan hamma ishni amalga oshirish kerak degan gapni aytgandi haqiqatan ham.